UZO o'zbekchasiga qoldiq tok qurilmasi. Vazifasi: odamlarni elektr toki urishidan himoya qilish, izolyatsiya nosozligidan kelib chiqadigan yong'inlarning oldini olish, faza va nol o'rtasidagi tok farqini kuzatadi. Agar ikkalasi teng bo'lsa, hammasi normal. Agar bir qismi odam tanasi yoki yerga oqib ketsa, muvozanat buziladi. UZOlar sizib chiqish toki belgilangan qiymatdan oshganda ishlaydi. Sezgirlik milliamperlarda o'lchanadi. 10 milliamper hammomlar, nam joylar uchun yuqori himoya. 30 milliamper standart shaxsiy himoya, rozetkalar, asboblar. 100 milliamper yong'inga qarshi himoya, odamlarni himoya qilish uchun emas. UZOlar avtomat o'chirgichni almashtirmaydi. U ortiqcha yuk yoki qisqa tutashuvlardan himoya qilmaydi. Har doim avtomat o'chirgich bilan birgalikda qo'llanilishi kerak. Agar faza simi odamga tegsa, tok tanadan yerga oqadi. Nolga to'liq qaytmaydi. UZO buni sezadi va o'chiradi.